Hozir qish faslidamiz, ya'ni dekabr oyidamiz. Hamma qiynalyapti. Qalin kiyib olamiz. Lekin kun isib ketyapti. Yuqa kiysak sovib ketyapti. Shuning uchun mana gripp bo'lganlar, shamollaganlar juda ko'payib ketyapti. Tabiatdan qidirib boshlayapmiz. Shamollasak, tabiat issiq sovuq bo'lyapti. Sal isib ketaversak, quyosh isib ketdi. Sovusak, kun sovib ketdi deymiz. Lekin biz fokusimizni nimaga qaratishimiz kerak? Tabiatga qaratishimiz kerakmi o'zi yo o'zimizdadir balkim deb o'yladim-da. Masalan, bugun ham ertalab hammagadir kayfiyatim tushib yurdi. Ob-havoni yoqtirmay yurdim. Qarasam, qalin kiyinib chiqqan ekanman ko'chaga. Kvartiraga qaytib bordim-da, kiyimni almashtirib oldim. Ya'ni juda qalinlarni almashtirib olganimdan keyin kayfiyatim ko'tarildi. Men hech narsa qilmadim. Ya'ni tabiatning hech qayrini o'zgartirmadim. Quyoshni issig'ini kamaytirmadim yoki boshqa narsa qilmadim. Shunchaki o'zimni kiyimimni ob-havoga moslashtirib kiydim. Bu unaqa holatlar juda ko'p bo'lar ekan, ya'ni atrofimizda. Yomg'ir yog'sa noliganidan ko'ra soyabon taqib olaylik. Ya'ni xo'p, bizni bir yomon xodimlar kelsa yoki yomon xodimlarimiz ko'payib ketsa, xodimlarni yomonlagandan ko'ra, yomon xodimlarni olmaydigan tizim quraylik. Qilsak bo'ladi-ku, ya'ni o'zimizdan izlasak xatolarga yechimni, muammolarga yechim ham oson bo'lar ekan, ham tez bitar ekan. Misol uchun mana kun sovuq deb tez hamma gripp bo'lib ketyapti, hamma shamollab ketyapti deb noliymiz, to'g'rimi? Hamma ya'ni shunaqa asabiylashamiz. Qalinroq kiyinib yuraylik buni o'zimizda. Yoki kun isib ketdi, quyosh isib ketdi, haddan ziyod qish ham issiq bo'lib ketyapti deganiga yengilroq kiyinib yuraylik. Shunaqa narsa ekan, ya'ni uyquga to'ymayapmiz. Uyqu kelib yuribdi, uyqusirab yuribman deymiz. Ertaroq uxlaylik. Kunim barakasiz o'tyapti. Tez o'tib ketyapti kunlarimiz, fayzsiz bo'lib ketyapti desa, ertaroq uyg'onaylik, quyoshdan oldin uyg'onaylik, bomdodni o'qiylik. Ya'ni juda ko'p o'zimiz nolayotgan, o'zimiz muammo deb ko'rayotgan juda katta muammolarning yechimi o'zimizga yotibdi. Kun sovuqmi? Qalinroq kiyinib olaylik. Issiqmi? Yengilroq kiyinib olaylik. Yomg'irmi? Soyabon taqib olaylik. Atrofimizda yomon do'stlar ko'payib ketdimi? Yaxshi do'stlar topaylik. O'zimiz topaymiz-ku, do'stlarni ham hamma narsani, ya'ni inson shu paytgacha mana har qanday issiq bo'ldi, sovuq bo'ldi, dinozavrlar o'lib ketdi, juda ko'p hayvonlar o'lib ketdi, ya'ni shuncha davomida, lekin insonlar o'lmasdan kelyapti. Insoniyat yaratilgandan beri chizib kelyapti. Nimaga desa, inson moslashuvchan. Insoniyat moslashuvchan bo'lganligi uchun ham shuncha yildan beri, shuncha asrlar issiqdan o'tdi, sovuqdan o'tdi, urushdan o'tdi, jangdan o'tdi. Bizni boshqa mahluqotlardan, boshqa hayvonlardan ustunlik tomonimiz biz moslashuvchanmiz. Shu moslashuvchanligimizni unutib qo'ysak, biz insonligimizni yo'qotib qo'ygan bo'lamiz. Issiqmi? Demak, yengilroq kiyinishimiz kerak. Sovuqmi? Qalinroq kiyinishimiz kerak. Yomon do'stlar ko'pmi? Yaxshirog'ini tanlashimiz kerak. Yomon xodimlar kelyaptimi? Yaxshirog'ini tanlashimiz kerak. Shunaqa. Ya'ni kunimiz barakasi o'tyaptimi? Tongda ertaroq uyg'onishimiz kerak. Uyquga to'ymayapmizmi? Ertaroq uxlashimiz kerak. Vaqt yetmayaptimi? Vaqtimizni keraksiz narsalar bilan sarflashni yo'qotishimiz kerak. Qaror qabul qilishda qiynalyapmizmi? Ustoz topishimiz kerak. Ya'ni shu demak biz insoniyat, shu paytgacha insoniyatning eng kuchli tomoni muammolarni yaxshi yengganligida va tabiatning qonunlariga moslashuvchan bo'lganligi uchun, tabiat hodisalariga moslashuvchan bo'lganligi uchun, tabiat qonunlariga hech qachon inson qarshi kurasha olmaydi. Inson tabiat qonunlariga qarshi kurashsa, yengilib qoladi. Asabiylashadi, stressga tushadi, siqiladi. Inson qachonki rivojlanadi, insoniyat qachon rivojlanadi, inson qachon yanada yuksalsa, tabiat qonunlariga qarshi chiqmaydi. Inson tabiat qonunlariga moslashsa, inson tabiat qonunlariga amal qilsagina inson rivojlanadi. Demak shunday ekan, hurmatli do'stlar, hurmatli tadbirkorlar, do'stlarimiz, biz tabiatni o'zgartirishga emas, tabiatga moslashga harakat qilsak, bu ancha oson yashagan bo'lar ekanmiz, xudo xolasa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat.